Assalomu alaykum akalar, ukalar. Xudo xolasa Qarshilarda Shinaray tayyor holatda, o'zingizlar xudo xolasa guvohi bo'lasizlar. Akamizning xohishlariga binoan tashqarisi tentli, orqasi ikki yonga ochiladigan darvozali qilib berganmiz. Ko'rib turganingizdek, buni gabariti sal balandroq. Akamiz yuklariga mo'ljallab razmerlarini qilib berdik. Pol qismidan tom qismigacha tashqaridan 1.95 bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, furniturasini eng zo'ridan haqiqiy rossiyskisidan qo'yib berganmiz. E'tibor beringlar, rossiyskisi sal avvalniroq bo'ladi, xitoyniki tekis bo'ladi. I rangida ham farqi bo'ladi. E'tibor bilan qarasanglar, kamerada ko'rinyapti bilmadim. Xrom bo'ladi. Sal masamaki xiraroq bo'ladi. Xitoyniki yaltiroq bo'ladi. Nikelga o'xshagan bo'ladi. Mana o'zining qul kaltlari bor. Orqa tomonlariga mana Cherokee bamperlarni qilib berganmiz. Va eng e'tibor qiladigan jihat shundaki, gabarit katta bo'lganligi uchun furniturani oshiq-moshig'ini 3 tadan qo'yib berganmiz. Hozir mana bu yon tomondan ko'rinishlari. Tentlarimiz har doimgidek koreyskiy 650 grammli eng zo'rdan qilib berilgan. Natashkasiga e'tibor berib qo'yamiz. Misoli barabar qilib berilgan. Xudo xolasa aytgancha bu bizning mana yangi yo'l tentga tegishli bo'lgan nержавейка yashiklarimiz ochganinglarda mana mashina uchun qanaqadir kerakli bo'lgan kulishlarni solib qo'ysanglar bo'ladi. Quplanishlari ham juda ham bir ajoyib. Old tomondan ko'rinishlarini bitta ko'rsatib o'tamiz. Oldi tomondan ko'rinishlari. Oldilariga fortishkalar qo'yib berganmiz. Mana bu yon tomondan ko'rinishlari. Ikki yoniga nержавейка yashiklarimiz qo'yib berganmiz. Mana bu yo'llarning ham ochilishlari juda ham bir ajoyib, plamni. Buning ichlari germetичный bo'ladi. Videoni e'tibor berayotgan bo'lsanglar, har doim biz ishimizni qanchalik sifatlilik darajasini tekshirish maqsadida har doim mashina tayyor bo'lgandan keyin yuvib tekshiramiz, klientga topshirishdan oldin. Akalar, hozir mana ichki tomonini bitta ochib ko'rsataman. O'zingizlar shunchaki baho berasizlar degan umiddaman. Ichini ochganinglarda mana bitta katta zalda bitta xona kutib oladi. Akamizning xohishlariga binoan oldi tomoniga va mana ikki yoniga halqalar qilib berganmiz. Nimadir yuklab bo'lsa, boylab ketishga udobno bo'ladi. O'rtasiga va orqasiga plafonga sim tashab ketganmiz. Obshipkasi keladigan bo'lsa, obshipkasi oldi ikki yoni 6 mm lik pressovniy faner bilan qilib berilgan. E'tibor qiladigan jihati birinchi sort pressovniy fanerlarda qilib berilgan. Va poliga guvohi bo'lib turganingizdek rossiyskiy, finskiy fanerlardan o'tkazib berganmiz. Patologi va eshigining ichkari qismi 4 mm lik pressovniy faner bo'ladi. Va darvozamizga yukortganimizda nagruzi kelmasligi uchun ko'rib turganingizdek mana taxta soladigan kassetalarni qilib berganmiz. 3 ta. Asosiy yuk, og'ir yuk taxminan mana shu joylarda bo'ladi. Qanaqadir keskin tormoz bergan paytda darvozamizni oshiq-moshig'lariga, ya'ni petlalariga nagruzka bo'lib ochilish yopilishlari qiyin bo'lib qolmaydi. Mana ochilishlariga bitta o'zingizlar e'tibor beringlar. Bosasizlar, o'zi ilib oladi. Ukalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda telefon raqamimizni qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Ushbu videoni ustaxona qidirib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Obzorimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, podpishka qilishingizni so'raymiz.